Assalomu alaykum. Xayrli kun zilolli mijozlari. Bugun mana biz ishimizni Allohning nomi bilan boshladik. Inshaalloh bugun sifatli yana ham chiroyli natijalar bilan yuviladi gilamlarimiz. Moykalarimiz chiroyli yuvilgan. Hozirgi bolalar keladi, gilamlarni to'shashadi, yuvishni boshlashadi. Mana bu yoqqa shulkalarimiz to'la. Sizlarga bitta joy qolibdi. Sizlarning ishonchlaring bilan gilamlarimizga mana o'zlaring baho berasizlar yuvilishiga. Bular hammasi olinadi bugun. Kecha yuvilgan gilamlar bugun o'zi qurigan. Hozir abidga yaqin pardozxonaga kiradi. Mana bu tomonga ham gilamlarimiz yuvilib, ko'rpachalarimiz yuvilib, kechaki yuvilgan, oldingi yuvilganlar pardozxonaga o'zi. Sizlardan faqat obuna bo'lishdi, like bosishni kutib qolamiz. Olg'a Zilol hamisha xizmatlaringizda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga chiqasizlar. Rahmat sizlarga, bizni kuzatganlaring uchun, bizga ishonganlaring uchun, bizga e'tibor berganlaring uchun. Rahmat sizlarga hammalaringga. Sizlarning ishonchlaringizda oqlaymiz degan umiddamiz.